Kassa yig'imlari bo'yicha Disneyni ortda qoldirgan, AQSh bozoriga katta yangi to'lqin olib kira olgan, Xitoyning eng qadimgi afsonasi butun dunyoni hayratga solganligi haqida gaplashamiz. Salom do'stlar, bugun siz bilan Xitoy davlatining animatsion filmlarini yangi cho'qqiga olib chiqa olgan Neja animatsion multfilmi haqida tahlil qilamiz. Biz bilan bo'ling, boshladik. Neja animatsion filmi Xitoyning afsonaviy qahramonlar asosida ishlangan bo'lib, filmning ilk qismi 2019-yilda premyera qilingan va Xitoyning o'zida katta daromad va yutuqqa erishgan. Film uchun ajratilgan budjet $20 ming tashkil etsa, u AQSh va butun dunyo kinoteatrlaridan ishlab topgan puli $726 million tashkil etadi. Bilamizki, Xitoy davlati animatsiya tomonlama ancha rivojlangan davlat hisoblanadi. Biroq animatsion filmlari va multfilmlarni ko'rgan inson kontekstlarsiz uni tushuna olishi qiyin bo'ladi. Lekin Neja animatsion filmida bari aksi bo'ldi. Ya'ni tomoshabinlarga filmning bari boshidanoq ma'lum ekanligini tushuntirish orqali film konteksti biroz yengillashgan va bunga film rejissyorining katta hissasi bor. Asarda hayot qadri, oila va do'stlar mavzulari chuqur ko'rsatilib o'tilgan. Yovuz kuchlar marvaridlarni ularning sohiblariga yetib borguncha o'rnini almashtirib qo'yishi bilan boshlanadi. Gap shundaki, marvaridlar ikki xil kuchlarni o'z ichiga olgan bo'lib, birinchisi ruh marvaridi bo'lib, ikkinchisi esa jodugar marvaridi hisoblanadi. Marvaridlar o'rni almashib qolgan bo'lsa-da, ular tug'ilajak chaqaloqlarga joylashishadi va natijada bari teskarisiga sodir bo'ladi. Yovuz kuchga ega jodugarlar marvaridi qirollik oilasidagi chaqaloqqa o'rnashgan bo'lsa, ezgulik kuchiga ega ruh marvaridi ko'p asrlardan beri dengiz tubiga zindonband qilingan ajdar podshohining vorisiga nasib qiladi. Chaqaloqligidan boshlab atrofni vayron qila boshlagan Nejadan ota-onasi o'z mehrini ayamaydi va uning tarbiyasiga ko'maklashish uchun ustoz Zinhangdan yordam so'rashadi. Marvaridlar katta kuchga ega bo'lsa ham, yovuz kuchga ega jodugarlar marvaridi afsullab qo'yilgan edi. Gap shundaki, yovuzlik marvaridi tiriklikka aylangandan so'ng faqat 3 yil yashash imkoniyati bor edi. Neja chaqaloqligidan katta kuchga ega bo'lgani bois, uning kuchini ustozi tomonidan taqdim etilgan oltin bo'yinbog' chegaralab turar edi. Farzandining faqat 3 yil umri borligini ota-onasi unga ayta olmaganidan so'ng, ular bu doibatni yo'q qiluvchi yo'llarni qidirishadi. Oradan 2 yil vaqt o'tib, Nejaning otasi o'z jonini qurbon qilish evaziga uni hayotini saqlab qolish imkoniyatini topadi va bu ishni o'g'lining 3 yoshga to'lishi arafasida qilmoqchi bo'ladi. Kichiklik paytidanoq qishloq aholisini qo'rqitgan va zo'ravonliklar qilgan Neja tug'ilgan kuni arafasida hech qanday do'stlari kelmasligidan qo'rqib, qishloq aholisi ham kelmasligidan xafa bo'ladi. Lekin Nejaning ustozi qishloq aholisiga iltimos qilib, bir kunga uning tug'ilgan kuniga kelishligini so'raydi. Bu paytda ilk bora yovuzlik marvaridi, ruh marvaridi bilan uchrashadi. Ular bir-birini o'zaro nimadir bog'lab turishini bilishardi va shu sababli ular do'st bo'lishdi. Shunda Neja do'stidan ilk iltimosini so'radi. U hech qanday sovg'alarsiz ham uning tug'ilgan kunida yonida bo'lishligini iltimos qildi. Tug'ilgan kun boshlanish arafasida marvaridlar o'rnini almashtirib qo'ygan yovuz qahramon Nejaning yovuzlik marvarididan hosil bo'lgani va uning umri bugun o'z poyoniga yetishini aytdi. Bu haqida xabar topgan Neja g'azab otiga minib, uning kuchini cheklab turuvchi oltin bo'yinbog'ni yechib tashladi va butun atrofni vayron qila boshladi. Rejasi amalga oshgan yovuzlik tomoni ezgulik marvaridiga qahramonlik vaqti kelganini aytdi va shu orqali ezgulik marvaridi o'z otasi va qarindoshlarini ummon tubidagi oilasini qutqarish mumkinligiga ishonadi va ikki marvarid o'rtasida jang boshlanadi. Nejaning ustozi katta kuch evaziga uning bo'yniga oltin bo'yinbog'ni taqishga muvaffaq bo'ladi. Lekin buyuk askar Nejaning otasi ezgu qahramon qayerdan paydo bo'lib qolganligiga qiziqadi. U bilan suhbat chog'ida bahs boshlanib, uni ajdarlar vorisi ekanligini bilib qoladi. Qishloq aholisiga ma'lumki, ajdarlar tarixdan yovuz ishlari uchun ummon tubidagi zindonga zanjirband qilingan va bu tasodif emas edi. Shundan so'ng guvohlarni yo'q qilishga chorlagan yovuzlik tomoni ezgulik marvaridini ishga solib, butun qishloqni uning aholisi bilan yo'q qilishga buyuradi. Qishloq osmonida katta mustaqilni hosil qilib, aholisi bilan qirib tashlamoqchi bo'lishadi. Lekin Neja vaqtida kelib, ezgulik marvaridi bilan jang boshlaydi. O'z irodasi va oilasining mehriga tayanib, Neja yaxshi bo'la
olishini va odamlarga yaxshilik qila olishini anglaydi. Shundan so'ng u ezgulik marvaridi bilan jangda g'olib bo'ladi. Ikki marvarid birlashib, qayta do'stlashib olishadi. Bu pallada esa osmonning qahri kelib, yovuzlik marvaridiga o'qilgan afsun o'z kuchini ko'rsatadi. Neja o'lishini bilib, o'z ota-onasi bilan xayrlashadi. Gulik marvaridi do'stini jonini saqlab qolish uchun u bilan birlashadi va ikki marvarid osmon qahriga qarshi birga kurashishadi. Ular yengilayotgan paytda ustoz Zinxong ularning tanasini saqlab qolish mumkin bo'lmasa-da, ruhlarini saqlab qoladi. Ikki marvarid osmon g'azabiga qarshi kurashda tanalaridan ayrilgan bo'lsa-da, ruhlari yerga qaytib keladi. Va shu bilan animatsion filmning birinchi qismi o'z poyoniga yetadi. 2019-yilda birinchi qism katta ekranlarga chiqqan bo'lsa, shu yil, ya'ni 2025-yilda ikkinchi qism katta ekranlarga namoyish etildi. U butun dunyo bo'ylab o'z vaqtida Disneyning birgina animatsion filmi to'play olmagan mablag'ni Neja animatsion filmining ikkinchi qismi to'play oldi. Filmning ikkinchi qismi haqida videomiz chiqishini xohlasangiz, izohlarda faol bo'ling, videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz bilan bo'ling, ko'rishguncha.